Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Akalar, bu videoni o'tkazib olishga shoshilmanglar. Bu o'tirgan mashinam BYD chempion bo'ladi. Biza hozirgi kunda o'zi hamma aksiya qilib yotibdi. 10 kun, 15 kun, 20 kun, bir oy qilib. Bizda mana shu yil oxirisigacha ketdi aksiya. Nimaga aksiya? Bu aksiyamizni BYD chempion Son Plus Sigul Yuvanab mashinalariga $50 rusifikatsiya qilib berish. Mana ichini, polni mana shu ichini hozir ko'rinmayapti, quyosh tushyapti. Polni to'liqqonli ruskiga o'tkazib berish. Bu yoqda monitorini ham ruskiga o'tkazib berish. Avtomobil mashina turgani uchun ko'rinmayapti. $50 shu yil oxirisigacha kelaverasizlar, polni qildirib ketaverasizlar. Endi BYD Han, BYD Tang, BYD Song L mashinalariga $100. Bu ham yil oxirisigacha. 33lik kodi bilan 153 telefon qilib Fathullah deb kelaverasizlar. Bo'lsa biz ham aksiya qilaylik. Hamma aksiya qilayotgan paytida sabrlilar, bizdan kuzatishda davom etinglar. BYD Avtomasterda mana shunaqa yil oxirisigacha aksiya ketdi $50 ga rusifikatsiya qilib berish. Sabrlilar.